Qanday qilib Telegram gruppamiz bo'lsa, guruhimizda yozganlarga AIDEX javob beradigan qilishimiz mumkin. Bu juda ham oson. Buning uchun yana eng quyiga tushamiz. Shu ijtimoiy tarmoqlarda sotishga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda sozlamalar keladi. Sozlamalarda Telegram sozlamalarini tanlab, unga kirganimizda mana shu botni sozlashni ostidan guruhni sozlash bor. Ushbu guruhni sozlashga bosganimizda, qaraganimizda bu joyda guruhni o'zining chat ID'sini kiritishimizni so'raladi. Mana shu joyda e'tibor bering. Endi birinchi guruhni agar sizda guruh mavjud bo'lsa, unda guruh sozlash guruhni yaratish qismini qo'yib o'tkazib yuborsangiz bo'ladi. Lekin guruh hali mavjud bo'lmasa, guruh qo'shish qilasiz. Telegramga kirib, mana shu joydan sozlat gruppa qilib, nomini yozib, rasmini tanlab sozlat qilasiz. Mana shunday ochiladi va bu yerdan yangi добавить участники, ya'ni guruhga odam qo'shasiz. Bu odam kim? Bu bot. Ya'ni birinchi darsligimizda qilgan botimizni guruhga qo'shasiz. Qo'shganingizdan keyin sizga mana bunday chatni ID'si guruh orqali xabar bo'lib keladi. Ana shu xabarni olib, mana shu raqamni olib, e'tiborli bo'ling, minusi bilan birga ERP'dagi mana shu guruhni chat ID'si degan joyga qo'shasiz va tagidan promptlarni yozib, ya'ni guruhda nimalar haqida javob berishi, qanday stilda javob berishi, ya'ni avvalgi darsliklarimizda aytilganidek, robotga buyruqlarni berib qo'yasiz va saqlash tugmasini bosasiz. Shu bilan birga bo'ldi. Mana shu guruhda kim nima yozsa, sizni sun'iy intellektingiz javob beraveradi. Mana shu tariqa bu guruh sozlamalari yakunlanadi.